Koldiga chiqamiz endi. Ket, koldiga chiqamiz. Давай! Chat, aktiv, давай. Просто gaz yostashili, chat. Просто gaz. Давай, energiya beringlar, mana sizlar. Ay bilet. Qaningdan narsa? Mana, ketdik. Ay belim. Okey. 1,5 minut odam efirni ko'ribdi. O'rtoqlar 1,5 minut odam ko'rganda aytib, просто layklarni portlatish kerak endi. YouTube mana bizdan sekin buglarni olyapti mana. Sekin mana efirni ko'p odam kirib mana. Haqiqiy obunachilarni efirga olib ko'rs topib kirganlarni. Shu payt endi o'zinglar bir rag'bat beringlar. Men desa kuch topildi. O'rtoqlar, hozir по сути просто moshani kalti topilsa, men уже bo'yni yutar ekanman. Tasavvur qilsanglar qanaqa? Уже oson yutaman. Bu kayfimiz. Lekin bu uchun biz hozir sizlar bilan bitta sinovdan o'tishimiz kerak. Va bu sinovni sizlar yaxshi bilasizlar, ya'ni quti tanlash sinovi. Tayyor bo'lsangiz просто pizza tashlab bo'ldi. Ya'ni quti tanlash sinovidan biz hozir juda yaxshi o'tishimiz kerak. Va просто o'rtoqlar boyga gap, obuna bo'lgan hamma hoziroq YouTube kanaliga obuna bo'lsin. Va ko'rib turibsizlar o'rtoqlar juda kam, ya'ni 1,5 mingdan o'zi kam obunachidan keyin men 1,800,000 obunachiga ega bo'laman. Ko'rmayman. Hop, liftdan tepaga chiqamiz. Obuna bo'lamiz. Hamma shunaqangi tez obuna bo'lsinki, obunachilar bitta ko'payib ketsin. O'rtoqlar, pastda ko'rasiz, obunachilar o'sayotgan. Anaqa ko'rinishini tez ko'paysin. Va hammaylar, ana endi esa efir kuzatuvchilar uchun mana bu yerda ikkita quti ko'ramiz. Birinchisi mana bu birinchi quti, ikkinchisi mana bu ikkinchi quti. Hozir bu qutilarning bittasida ichida bomba bor. Ikkinchisida ichida esa menga kerak narsa bor. Va nima deysizlar? Qaysi qutini ochsam, men bombaga ushlamasdan kerak narsani olaman. Ana endi esa chat 1 yoki 2 deb yozinglar. Lekin sizlar qachonki mana 1,799,000 obunachiga erishtirgandan keyingina esa men bu qutilardan birini ochaman. Bu ish atiga 39, bu ish atiga 398 gina odam obuna bo'lsin bo'ldi ekan. Hozirroq o'rtalar obuna bo'linglar. Va mana 1,798,600 ta obunachi bo'lsa, 1,799,000 obunachiga erishtiringlar va men sizlar aytgan qutini ochaman. Va umid qilamanki ichida bo'lmas bo'lmaydi. Shuning uchun o'rtalar to'g'risida o'ylab yozinglar. Chat davay qaysi qutini oching? 1 yoki 2. Davay o'rtalar birini tanlab bittagina tanlab ochishim kerak. Ya o'sha bittasini ichida yoki bomba bo'ladi, yoki menga kerak narsa bo'ladi. Va buni ochaman va buni qaysi qutini ochishimni obunachilar o'zi tanlaydi. Va qachonki sizlar menga 1,799,000 obunachiga erishtirganinglardan keyingina men sizlar tanlagan qutini ochaman. Shu uchun hozirroq birinchi obuna bo'linglar, keyin esa chatga kirib qaysi qutini ochish kerakligini, ya'ni birinchi yoki ikkinchi quti deb yozib qoldiringlar. Davay o'rtoqlar. Atigi 200 buni juda kam odam qoladi. O'rtoqlar 280 nechtadirgina odam obuna bo'lsa bo'ldi o'rtoqlar. Davaychi. Aslida 1300 sizlar o'rtoqlar. Shu chantda hozirroq orada obuna bo'lmagan, risk obuna bo'lsin va men tezroq mana shu qutini ochaman. Davay o'rtoqlar. Davay. Chat просто qaysi qutini oching? 1 yoki 2 yozib qoldiringlar, lekin avval obuna bo'linglar. Davay. Xo'sh o'rtoqlar. 153 ta odam obuna bo'lsa bo'ldi o'rtoqlar. 153 ta odam obuna. 150 ta odam obuna bo'lsa. 148 ta odam obuna bo'lsa bo'ldi. Davay o'rtoqlar, hozir obuna bo'lamiz. Ammo yangi kirganlarga yana boshqatdan tushuntiraman endi o'tganda. Biz hozir o'yinni mas'uliyatli joyga chiqdik va bizda birinchi va ikkinchi quti bor. Va bu qutilarning bittasida ichida bomba bor. Bittasida ichida menga hozir bu o'yinda yordam beradigan narsa bo'ladi. Va endi sizlar birinchi yoki ikkinchi kuni sizlar chatga yozasizlar va men o'sha qutini ochaman. Va umid qilamanki portlab ketinglar. Va lekin qachonki sizlar 1,799,000 obunachi yig'ilgandan keyin men bu qutini ochaman. Chunki birinchidan men risk olman, ikkinchidan sizlar obuna bo'lsangiz 100% zerikmaysizlar, chunki qiziqarli efirlar, qisqa videolar va uzun har xil qiziqarli videolar sizlarni kutmoqda. Va eng qizig'i shorts 18:00 da emas, ana endi tipa 20:00 chiqam yapib qo'yaman, chunki efir qilmoqchiman ungacha. Tipa obunachilar bilan bir mazza qilib, bunga efir qilib. To'g'rimi chat? Shorts mayli, sakkiz chiqdimi, muhim efir hozir download qiling. O o'rtoqlar o't.
Juda kam odam qoldi o'rtoqlar. 182 dona odam obuna bo'lsa bo'ladi o'rtoqlar. 182 dona odam obuna bo'lsa bo'ladi o'rtoqlar. Davay. Chat sizlar yozinglar, qaysi qutini ochishimni. Sizlar obuna bo'lgan obuna bo'lsin. Davay. Lakeymizdan chiqarmaylik. Просто o'rtoqlar ko'rib turgan hamma hozirroq obuna bo'lsin. Chunki men birinchi yoki ikkinchi qutini sizlar tanlaganini ochaman. Va portlab ketmasligim uchun sizlar albatta o'rtoqlar hozir obuna bo'linglar. Davay. 1.799 ming obunachi. Davay o'rtoqlar, davay. Davay o'rtoq, davay. Уже biznesda juda kam odam qoldi o'rtoqlar. Просто obuna bo'linglar, davay. Davay, mana. Ko'payishni qaranglar. Shu 150 degina odam qoldi. 1700 ta efirda ko'ryapti. 150 degina odam nahotki obuna bo'la olmaydi. 1700 ta odam efirda ko'ryapti. 150 degina odam nahotki obuna bo'lmaydi. Просто dayt obuna shunqasi bosib tashlanglar. Aylanmasdan bilay. Men analiz qilib turman, sizlar obuna bo'layotganmi o'tganmi? Davay o'rtoqlar, aktiv beringlar. Ertaga sizlar uchun yangi YouTube video ham olamiz. O'sha videoni o'tkazolmaslik uchun ham obuna bo'linglar onasini ham. Davay o'rtoqlar. 113 tagina odam obuna bo'lsa bo'ldi. 109 tagina odam. 104 ta odam. 102 tagina odam. 100 tagina odam obuna bo'lsa bo'ldi. O'rtoqlar, sizlarga qutini ochaman. Davay. 98 ta odam. 97 ta odam. Davay o'rtoqlar, bu yoqqa sanab o'tirmang. Pul obuna bo'linglar bo'ldi. Ammo men sizni tushuntiraman. Bizda birinchi va ikkinchi quti bor. Va bitta quti ichida bomba, ikkinchisi ichida esa men kerak narsa bor. Va men chatdagi odamni tanlaydi, qaysi qutini ochishim. Lekin men qachonki 1.799 ming chiqarishgandan keyin boshqa qutini ochaman deydi. Shuning uchun hozirroq obuna bo'ling. Oho, 65 tagina odam obuna bo'lsa bo'ldi. Oy, davay. 52 tagina odam obuna bo'lsa bo'ldi. Davay o'rtoqlar, davay davom etamiz. Uyqu bermaymiz, davay. 40 tagina odam obuna bo'lsa bo'ldi ekan. 40 ta dona odam o'rtoqlar. 10 ming ham demaymiz. Mana birinchi va ikkinchi qutilar. Davay. Chat sizlar esa qaysi quti ochishni yozib qoldiringlar. Men bitta pastga qarab keling. Okey, chiqamiz. 17 tagina. 17 tagina. 10 ta. 9 ta. Oy. Davay, obuna bo'lishni davom etamiz. Va ana endi o'rtoqlar qarang, ovoz berishga qo'yaman. 1000 ta odam ovoz bergungacha ovoz berishni davom etadi. Qaysi quti ochishi? 1 yoki 2 deb yozib ketdi. Faqat iltimos o'rtoqlar, seriozli qaranglar bu narsaga, chunki men o'lib ketish xohlayman. Chunki bitta ham o'lmagan holda men hozir yutmoqchiman bu o'yinni. Davay. Birinchi quti yoki ikkinchi quti. Davay, risk yozib tashlaymiz. O'sha mana 10 sekundda bizga уже 780 800 ta odam ovoz berdi уже. 1000 ta odam ovoz bergungacha bo'ladi. Va ko'rib turganingizdek o'rtoqlar 10 sekundga 20 sekund bormasdan o'sha 1000 ta odam ovoz berdi va hamma birinchi qutini tanladi. Shuning uchun 1100 ta odam birinchi qutini tanlagani uchun ham men hozir birinchi qutini ochaman va 3 2 1 ket. O'rtoqlar portlab ketmadi. Как? Qanaqasiga portlab ketmadi? Men 100% portlab ketamiz dedim. Chunki menga ikkinchi qutini ko'nglim bor edi. Lekin men obunachilarim menga yordam berdi hozir. Abdush obunachilarim, sizlarga katta rahmat. Mana. Voy, ey. O'zingizga rahmat aytib qo'yinglar, davay. Chat hamma o'zi. Okey. Xursand bo'lishga sal shoshildik, hali o'yin yutmadik. Молодец obunachilarim. Biz birga ko'p ish qilamiz. Biz obunachilar birga ko'p ish qilamiz. Va ana ham o'rtoqlar, mana bugungi kundagi maqsadimga juda oz qoldi. Ya'ni 1.800.000 obunachiga prosta obuna bo'lish kerak. 1.800.000 obunachi.
Hop. Ketdik, aytasiga yuramiz. Xo'sh, va yana green tarafga o'tib oldim. Va o'rtoqlar, sizlar albatta obuna bo'lishni to'xtatmanglar. Chunki ancha eslatib o'tdim, shu obuna bo'lishinglar orqasidan menga qancha tipa baxt kelishini va bu juda katta motivatsiya beradi. Shuning uchun obuna bo'lishni davom etamiz. Va men davayki hozir oldindan tipa topishga harakat qilaman. Quduqdan nima chiqishini. Quduqdan bog'ga chiqadi deb o'ylayman. Mana, qarab turaman. O'tan qarab turaman, qarab turaman. Qani o'zgan quduqdan nima chiqishini. Va o'rtoqlar, sizlar obuna bo'lishingni eslatib o'taman shu payt yana. Laykimiz 2300 ta. Bilaydi, davayt o'rmita qo'ydik. Hop, quduqning asli chiqdimi, chiqmadimi? Bo'ldi, Ostiga demak chiqdi. Va bog'ga chiqqan bo'ladi. 3-2-1. Men nima dedim? Mana. Voy, shunaqa ham aqlli bo'laman men. Amal esa Promoy Green uyga qarab ketdim bolg'ani olib. Green uyda bolg'a bilan chopadigan ishlar bor. O'zim mashinaning kaliti kelayotgancha menga eslab o'tishdi.